Biza demak media query bilan tanishdik. Qanaqa qilib yasashi, max width va min widthlarning farqini ko'rdik. Endi responsive'ga doir birinchi bo'lib sizlar bilan columnslarni, ya'ni ustunlarni qanaqa qilib responsive qilishni ko'ramiz. Demak, ustunlar hosil qilish uchun men bodyning ichiga elementlarni kiritishim kerak. Birinchi deylik box degan div ochamiz. Uning ichida box item ichida bu yerga qavs qo'yaylik. Shu qavs ichida bo'ladi. P bunda text bo'ladi, ya'ni text chiziqcha dollar belgisi. Keyin qavsdan tashqariga chiqib, bu yerga 4 qo'yamiz. Ya'ni 4 ta item hosil qilib beradi bizga. Mana enter bosadigan bo'lsak, ushbu holatga keldi. Buni saqlaymiz. Endi stylesiz ko'tamiz. Bu yerdan pastga tushib, birinchi bodyga doir bo'lgan propertylarni berib olamiz. Font size 30, color oq bo'lsin. Keyin display flex beramiz. Justify content center, align item center va heightga 100 pitch qo'yardik. O'rtaga keltirishimiz uchun vertikaliga. Endi boxni boshlaymiz. Boxda birinchi width 70%, heightga auto qo'yaman. Sababi elementlarimiz ko'payadigan bo'lsa, pastga tushganda height auto holatiga keladi. Shuning uchun ham demak boxga heightga auto berdim. Endi border, ya'ni ko'rinishi uchun 3 pixel solid black. Kelinglar padding beraylik. Tepasiga 10, yonlariga 0. Display flex beramiz. Ichidagi itemlarni to'g'rilash uchun birinchi sizlar bilan qanaqa qilib flexni responsive qilishni ko'ramiz, ya'ni ustunlarga doir. Keyin gridni ham ko'rib chiqamiz. Display flex, align item center, justify content, bunga space email deb qo'yamiz. Saqlab tekshirib ko'ramiz. Demak, mana tekstlarimiz oq rangda bo'lganligi uchun ham ko'rinmayapti. Xo'p, demak biz bu yerga background colorni box itemga berishimiz kerak. Demak, box item background colorni ff 2.3 keyin ff. Hop, width bizda 4 ta item bor. Umumiy otasini 100% deb olsak, 4 tasi umumiy otasini egallash uchun 25 dan to'g'ri keladi. 100 ni 4 ga bo'ldim. Bizda demak 25 dan kamroq qilishimiz kerak. Sababi biz flex dan foydalanamiz. Otasida flex berganmiz. Justify content shuni orasi ochilishi uchun ham 25 dan kamroq beramiz. Deylik 20%. Heightga deylik 200 piksel. Hop, saqlab ko'ramiz. Demak, mana shu holatga keldi. Tekstlarni o'rtaga ham qo'yib olsak bo'ladi. Buning uchun yana flex dan foydalanamiz. Display flex, align item center, justify content center. Shunda o'rtaga keladi. Mana o'rtaga keldi. Endi buni qanaqa qilib responsive qilishimiz mumkin? Agar biz birinchi bo'lib inspect ochib ko'radigan bo'lsak, mana ushbu holatda turibdi. Agar buni qisqartiradigan bo'lsak, biz display flex berib otasiga, ya'ni boxga berib, uni ichidagi demak
umumiy boksimizni o'rtaga keltirdik. Shuning uchun ham agar biz ekranni kichkinalashtirganimiz bilan bari ham o'rtada turibdi. Keyin sezayotgan bo'lsanglar, bularni, ya'ni boks keyin uning ichidagi itemlarni vitsi ham o'zgarib boryapti. Buni sababi biz hammasini vitsilarni foizda berdik. Demak, foizda berganimiz uchun ham qisqaryapti. Ya'ni ekranni vitsiga qarab qisqarib boryapti. Iloji boricha responsiv ko'rinishga keltirishda foizdan foydalanishimiz kerak. Lekin ma'lum bir deylik kichkina elementlarni vitsini pikseldan berib ketishimiz mumkin. Lekin asosan umumiy katta elementlarni foizda berganimiz yaxshi responsiv ko'rinishga keltirishda. Yoki bo'lmasa deylik umumiy kompyuterlarga pikselda beradigan bo'lsak, mobilniga responsiv qilayotganda foizga o'zgartira olishimiz kerak. Ularni ko'ramiz, ya'ni maket yasayotganimizda. Demak, ushbu holatda mana foizda responsiv bo'lishi bu, lekin responsiv deb atashimiz xato. Sababi mana ko'ryapmiz, tekstlar chiqib ketyapti. Bular iloji boricha pastga tushishi kerak, ekranni demak vitsiga qarab. Misol uchun deylik 1000 ga yetganda ikkita bo'lishini qilishimiz kerak. Keyin yana misol uchun 700 bo'lganda faqat bitta ustundan iborat bo'lishligini qilishimiz kerak. Demak, biz mediadan foydalanamiz. Pastga tushaman. Birinchi navbatda yana flexga doir bitta propertyni qo'yib ketishimiz kerak, ya'ni responsiv bo'lish uchun. Demak, bu bizada flex wrap o'tgan edik, buni eslasanglar. Bunga wrap qo'yamiz. O'zi default ko'rinishda no wrap turadi. Biz wrapga o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni agar kichkinalashtirganimiz sari pastga tushib ketaveradi, ya'ni umumiy vitsga qaraydi. Agar uning ichidagi itemlarni vitsi katta bo'ladigan bo'lsa, yonidagilari pastga tushadi. Shuning uchun demak biz bu yerga wrap qo'yamiz. Saqlaymiz. Brauzerda ko'rsak, hech narsa o'zgargani yo'q. Sababi biz widthni foizda berdik, shuning uchun ham o'zgarmayapti. Misol qilib ko'rsataman sizlarga. Ya'ni margin 30 piksel berganimizda mana pastga tushyapti. Mana ikkita bo'ldi. Mana bitta bo'ldi. Lekin bu ham hali responsiv emas. Margin kerak emas bizga. Endi media query'ni boshlaymiz. Media house ichida max widthdan foydalanardik. Widthga deylik birinchisi 1000 edi, 1000 piksel. 1000 pikselda biz nimani o'zgartiramiz? Bu yerga wrap berdik. Endi agar biz box itemdagi widthni kattaroq beradigan bo'lsak, pastga tushadi qolgan elementlar. Demak, box item width'ini nima qilamiz? Deylik, bu yerda agar 1000 bo'ladigan bo'lsa, ikkita kolumndan iborat bo'lishi kerak, qolgan ikkitasi pastga tushishi kerak. Buni qilmoqchi bo'lsak, biz width'ini ikkita bo'lish uchun umumiy otasi 100% bo'lsa, demak 50 dan sal kamroq beramiz. Bu yerga 20 bergan ekanmiz. Bu yerga deylik 45 dan bersak, ya'ni 45% dan. Ko'radigan bo'lsak, mana bir qatorda, demak 3 to'rli pastki qatorda hosil bo'lyapti. Endi bularni orasini ochishimiz mumkin. Buning uchun margin bottom deylik 10 piksel. Shunda mana orasi ham ochildi. Ushbu holatda demak biz responsiv ko'rinishga keltirishimiz mumkin bo'ladi flex bilan. Endi kelinglar yana bitta qilamiz. Buni endi 700 ga o'zgartiramiz. Ya'ni bu mobil qurilmalarda deb olamiz. Yoki 600 qo'ysanglar ham bo'ladi, uni farqi yo'q. Sinash uchun ko'ryapmiz. Demak, bunda 45 emas,
deylik 100% bo'lishi mumkin. Demak, mana 700 ga o'zgartiradigan bo'lsak, bitta qatordan iborat bo'ldi. Tepasi ko'rinmayapti, sababi biz adashmasam bodyga height bergandik, use which olib tashlaymiz. Align item ham kerak emas. Olib tashlab tekshiradigan bo'lsak, mana 1 2 3 4 5. Ya'ni kichkina ekranning widthsi boshqacha. Shuning uchun ham bu yerda ishlamadi. Shuning uchun demak olib tashladik biz. Use width. Mana ushbu holatga keldi. Close def. Buni pastroq qilish uchun otasiga padding berib olsak bo'ladi. Endi farqi yo'q. Hop, demak flexda tushunarli. Yana boshqa yo'l bilan ham hosil qilsak bo'ladi. Misol uchun deylik bu yerga box solib, misol uchun bu yerga qo'yamiz. Flex direction column qo'yadigan bo'lsak ham mana ushbu holatga keladi. Ya'ni wrap ishlatmasak ham qaniydi wrap mana olib tashlaymiz. Ushbu holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni column bilan qilsak ham bo'ladi. Lekin birinchi yo'l yaxshiroq. Ya'ni flex wrap bilan bergan. Endi kelinglar xuddi shu narsani gridda qilishni ko'ramiz. Gridda qanaqa qilsak bo'ladi? Buning uchun demak bu yerda box bo'ladigan bo'lsa, bundan pasini o'chirib tashlaymiz. Bu yerga grid beramiz. Grid berdik. Endi demak grid template column repeatdan foydalanamiz. Bu yerda bo'lishi kerak. Demak bizda 4 ta elementimiz, 4 ta. Keyin deylik bir fraction. Bu yerda box item width'ini olib tashlasak ham bo'ladi, kerak emas bizga. Saqlaymiz. Tekshirib ko'ramiz. Mana buni orasini ochishimiz uchun grid o'zining propertiesi bor edi, ya'ni gap. Grid gap 10 piksel. Shunda mana oralari ochildi. Hop. Endi bu juda ham oson gridda qilish. Ya'ni bu yerga bular kerak emas, o'chirib tashlaymiz hammasini. Box o'zi yetadi bizga. Buni ko'chiramiz va pastga tushib box ichiga shuni berib, bu yerga deylik mobilniyda agar bitta bo'ladigan bo'lsa, buni 1 ga o'zgartiramiz. Xuddi shuni ko'chirib 1000 ga ham qilamiz. Bunda column 2 ta bo'lsin deb mana buyruq berdik. Saqlaymiz, tekshirib ko'ramiz endi. Mana agar 1000 ga borganda, 1000 dan pastga tushganda 2 tadan hosil bo'lyapti, ya'ni 2 ta columndan. Agar biz buni 700 dan pastroq tushiradigan bo'lsak, bitta columndan iborat bo'lyapti. Bu gridda qanaqa qilinishini demak sizlarga ko'rsatdim. Endi keyingi darsda yana gridga doir bir nechta responsivlarni ko'ramiz. Undan keyin yana boshqa mavzularga o'tamiz.